Salom hammaga. Mana 3 ta miya bor. Buning uchalasi ham bir xil sistemada ishlaydi, faqat amperlari, vattlarni farq beradi. Buni tezligini oshirish uchun nima qilish kerak? Mana shu joyida mana ko'rinib turgan, mana shu aralikda spiral turibdi. Mana sim. Mana shu sim turibdi. Bu spiral bo'ladi. Bu miyakka qo'zg'alishni harakat qilib beradi. Biz bundan mana bu joyiga payka beramiz. Bitta simni olamiz, bunga payka qilamiz. O'shanda miyakki spleniya bu ishlamaydi. O'sha keyin bizda juda ham bistri skorost bo'ladi. Nagruska bo'lganda ham nagruskalar tranzistorlarga tushadi yoki akkumulyatorga. To'liq nagruska bilan ishlaydi. Ko'p kichkina skuterlarda bilsangiz juda ham tezligi katta bo'ladi. Bularda mana shunday spiraldan ikkita turadi yoki promoy peremichka bo'ladi. Bo'ldi. Bularni bunga ham qilsa bo'ladi. Tezlik 20% gacha o'zgarish beradi. Bu aniq, biz sinovdan o'tgan. Faqat muammosi akkumulyatorlarda juda ham tez akkumulyatorni o'ltirib zaryadni tezligi bo'ladi. U ham o'zingizga bog'liq. Asta agar qo'zg'atib yursangiz unchalik ta'sir qilmaydi, lekin bor gazni oxirigacha bosib nagruska bersa bildiradi. Endi bu prosta bunga hech kim tavsiya qilmayman, lekin agar tezlikni yoqtiradigan bolalar uchun mana shu narsa kerak bo'ladi. Mana shuni promoy qilib bunga peremichka berilganda даже buksovat qiladi. Videomiz shu. Birinchini videosini ola olmay qoldim. Agar buni yana kelajakda yana shunaqangi bir qiladigan bo'lsam, o'zimni skuterimni ko'rsatib beraman. Qanday payka qilinganini. Обычно shu. Mana bu yerdan mana bu joyiga bitta payka. Shu. Hammaga rahmat.